Tug'anlar, assalomu alaykum. Amansizlarmi? Bugun 23-iyun 2026-yil No'qat chaqirig'i bugungi bu sayr teminenki urug'un. Saat 9'dan 46 minutda o'tdi. Bizga qattalı birden laytan basıp qo'yganlar. Bugun kursdan amal qanday bo'lib ekan, bu saat cho'g'u ko'ramiz. Optima bankda dollar 87.40, euro 99.70, alemi rubl bo'lsa 1 so'm 14 tiyin, qozoq tengesi bo'lsa 0,170 ekan. Bugün dağı negizde çındığında kursdan abal öte жақсы ekan nege. Keche jamg'ir qattiq javob var joqda sel bo'lib. Bizga qattiq olib qo'yganlar, buyursa kun sayin kurslarni o'z vaqtida chiqarib turamiz. Optima Kapital Bank'ta dollar 87.40, euro 99.50, rubl olsa bu yerde 1 so'm 13 tiyin ekan. Bu yerde biraz pasırağı ekan. Düştüğün gün daha жақсы şanıl kunen bölüşüyoruz degen жақсы ümitleriz.